Merhaba. Bu ayol Dilorom Begimqulova. Uning boshqa bir video tasvirlari ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan edi. Bu yuzdagilarning birortasini ismini bilasizmi? Istanbul shifoxonalarining birida olingan bu tasvirlar tez fursatda ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Og'ir ahvolda shifoxonaga joylashtirilgan o'zbek ayolning xotirasini qisman yo'qotganligi taxminlandi. Dilorom. Jizzaxmi, Sirdaryomi? Aniq eslab ko'ring. Ikkisi. Ikkalasi. Sabo Ma'rufjonova bemor ayolning yaqinlarini topish uchun Facebook orqali e'lon berdi. Istanbulning Chamsakura kasalxonasida bitta singlimiz bor, xotirasini yo'qotgan, qorilishib ketgan, jigardan bo'lsa kerak, ko'zlar rang sariq holatga kelgan. Hech kimni topolmayapmiz. Postni maksimal darajada tarqatib qo'yinglar, inshaalloh bir oilasini topaylik. O'zbekistonlik ayolga nima bo'lgandi? U shifoxonaga qanday tushib qoldi va uni qanday topishdi? Kunlik kelib qaraydigan o'zbek ayollarimiz bor, ya'ni kasallarni parvarish qiladigan hamshira ayollarimiz ishlashadi. O'sha ayollardan bittasi telefon qildida, xotirasini yo'qotgan og'ir ahvoldagi bir o'zbek vatandoshimiz borligini xabarini berishdi. O'sha kuni kech bo'lib qolgan edi, 8:30-9 orasi keldim kasalxonaga. Oilasini topishimiz kerak edi. Bir kichkinagina videorolik qilib ijtimoiy tarmoqqa joyladik va 7 soat ichida O'zbekistondan Muazzam Ibrahimovdan xabar keldi oilasi topilganligi haqida. Ertasi kuni oila a'zolaridan bittasini aeroportdan kutib oldik. Bu bemor mening jiyanim bo'ladi, ammamni qizlarida. Bu yerda 4 yildan beri yashar ekan, ishlar ekan shu yerda. Bu haqida ma'lumotni menga ammamga o'zi aytib qoldi, kimdir ko'rib qolgan internetda. Shifokor bo'lgani uchun menga birinchi aytdi, mayli dedim, shu dushanba kuni eshitgan bo'lsa, seshanba kuni tushib keldim. Bemor ayolning ahvoli shifokorlar va yaqinlari ko'magida yaxshilana boshladi. Dilorom? Qalaysiz? Yaxshi bo'lib qolibsiz, a? Hamma narsani eslayapsiz, a? Hammani taniyapsiz, a? Ketamiz endi O'zbekistonga. Ketasizmi? Dilorom Begimqulova og'ir vaziyatida unga ko'mak berganlarning barchasidan minnatdorligini bildirdi. Istanbuldagi O'zbekiston bosh konsulxonasi, Ankaradagi O'zbekiston buyuk elchixonasi hozir kasalimizni vatanga qaytarish uchun hujjatlarni tayyorlashyapti. Inshaalloh yaxshi bo'lib tursa 2-3 kun ichida jo'natib yuboramiz.